Assalomu alaykum. Va Ahmadjon alaykum aka. assalom. Akbarxon aka. Ha, Medved klubda faqat kurashdan iborat deb savol berishyapti. Shunga o'xshash gaplar aylanayotgani uchun atalab Muhammadjon akani kunlariga ham keldik. Mana bugun Muhammadjon akani o'zlarini bir suhbatlarini olsak. Medved klubda ochilganiga Hmm, qancha bo'ldi aniq eslolmayman. ancha qoldi. Lekin ochilgandan boshlab 2011da boshlangan shunaqa adashmasam. 2011dan vaqtliroq boshlangan. Hmm, 2011dan vaqtliroq boshlangan. Ochilgandan boshlab MMA bilan yonma-yon ketgan. Endi u paytlarda mumkin bo'lmagan MMA jar solmaganmiz xalqqa. MMA ochildi deb aytishda iloji yo'q bo'lgan. Sportsmenlarimiz Qirg'iziston, Qozog'iston shunaqa joylarga borib urushib kelishardi. Rossiya. Hozirgacha hozir ham ish olib boramiz. Mana Tailandda ham urushyapti. Tailandda ham urushyapti shogirdlar. Endi aytmoqchimanki, MMA eskidan bo'lgan bizda. Qo'qonda birinchilardan bo'lib MMA klubini ochganmiz. Ko'proq o'sha urg'u, grappling, jiu-jitsuga berilgan. Men unaqa hali internetda ovoza qilishga usta odam emasman. Shuning uchun ortiqcha nima bo'lmagan, reklama bo'lmagan. Reklamaga hojat ham bo'lmagan. Endi baribir hozir davr talabi ekan, shuning uchun sizga intervyu berib turibmiz hozir. Yaxshida. O'zingiz necha yildan mana shu sohadasiz? Uni endi hisob-kitob ko'rish kerak. Ancha yil bo'lib ketdi. Ancha bo'lib ketdi. Shogirdlar ham ko'p, shogirdlarning zallari bor. Hammasi ular ham yaxshi yurityapti zalini. Yana bitta savol. Xo'sh. Sizda nima deydi? Yoshligidan tarbiya qilgan bolangiz boshqa misol klubdan qayerdandir chiqib ursa, ta'siri qanaqa bo'ladi? Nima degan bo'ladi shu shogirdlarga? Yo, bunaqa ishlar ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan, bo'lib kelyapti ham. Bo'laveradi ham. Hozir o'ylamay ham qo'ydik, gapirmay ham qo'ydik bu temani. Endi og'riqli tema bu. Hamma trenerlarda bor bu narsa. Bo'lib kelgan. Endi nima deyman, omadini bersin. Lekin endi keyin tushunib yetsa kerak ular ham o'zi. Aqli kirganda tushunib yetadi. Endi u narsani hozir ko'tarib bir narsalar, ular bunaqa qildi, bular bunaqa qildi, u tema siz bilan bizni yoshimizga ham yarashmaydi. To'g'ri. Shuning uchun hammani omadini bersin, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarsin. Bizga ham shu qatorda omadimizni bersin, shogirdlarimiz chempion bo'lsin, yurtimizni bayrog'ini ko'tarsin. Hop, niyatimiz shu. Hop, o'zimiz zalga qaytsak, mana bu Medved klubda siz seshanba, payshanba, shanba. Seshanba, payshanba, shanba soat 4:30da kichkina shogirdlarimiz, soat 7:30da kattalar. Endi kattalar deganimizda 15 yoshdan boshlanadi kattalar. Oxiri yo'q. Oxiri endi jilayishina kelaveradi. Gruppa zdoroviy ham bor. Gruppa zdoroviy aralash. Kimni imkoniyatiga qarab turib, vaziyatiga qarab turib, organizmni ko'targanicha vazifa beraveramiz. Endi bu yerda kelgandan keyin professional shug'ullanishim kerak, men tayyor emasman, bu yerda kulgi bo'lib qolaman degan gap yo'q. O'sha hamma начинающий boshlovchilarga ham, professionallarga ham ishtov beramiz bu yerda. Hammaga trenirovka qilsa bo'laveradi. Kechmas hech kim. Professionalga ham bor sharoit. Albatta, hammaga sharoit qilib beramiz. Albatta kelib bu yerda kim bilandir mushlashib, burnini qonatib, bir travma olib ketmaydi. O'ziga yarasha, o'ziga nima holatiga qarab vazifa beramiz. O'shani ishlab, trenirovka qilib, sog'lig'ini tiklaveradi. Обязательно urush shart emas kim bilan. Rahmat, ishlaringizga omad. Aka, sizga ham omad, sog' bo'ling. Omad. Medved klub